Men bu narsani ko'tara olmayman hozir. Men zo'rg'a yuribman. Odamlar o'ylashi mumkin, bu ayol yig'lamayapti. Men unaqa panika qilib 14 kun kutdim. Men qizimni 11 kun, 12-kun olib keldim. Mana 2 kun, 3 kun bo'lyapti qo'yganimizga. Faqat dori bilan yuribman. Kim qanday tushunsin bu narsani. Mana o'tiribdi-ku, gapirishini qara deganlarni ham eshitdim, negativ yozganlarni ham. Lekin hech kim o'zini boshiga tushmagancha bu narsani bilmas ekan, to'g'risi. Men faqatgina adolatni so'rayman, o'sha haqiqat chiqsin, adolat chiqsin. Haqiqatdan ham agar shu yerda shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, jinoyat bo'layotgan bo'lsa, O'zbekistonda tergov ochilib, O'zbekistonga ko'chirilsin ish. Men shu narsani so'rayman lekin. Sizlar kecha chiqargan mana oxirgi mana kecha kechqurun уже chiqdi-ku, hamma narsa kechasi chiqqandan keyin menga kechasi soat 4 da Avazbek telefon qilib ugrajat qildi. Undan oldingi ugrajat qilganini ham bilasiz. Batafsil tushuntirib bersangiz, nima deb ugrajat qildi? Sensirab tashladi o'zicha, yop ishni deyapti. Ishni yop deydi. Nimaga qo'zg'ayapsan? Nima xohlayapsan deb sensirab tashlayapti. Qanday nima xohlayapman? Meni bolam bu. Men ko'chadan bitta kuchukchani olib kirib, o'yin qilayotganim yo'q-ku bu yerda. Meni ichim og'riyapti buning uchun hozir. Qanday unaqa qilaman? Baqirib chaqiryapti-da, oxiri keyin qarab, uyqusirab men qarab turdim-da, shuni o'chirib qo'ydim. Bor, men sen bilan gaplashaman deb o'chirib qo'ydim. Mana kecha уже men anaqa advokatga bordim deganimni gapirganimdan keyin bular endi menga aytayaptiki, nima, viza qildirib, bu yoqqa kelib, betda deydi, Koreyaga keling-da, deydi, Koreyada qaytadan anaqa topshiring. Apellyatsiyaga bering. Nega meni qizim birinchi kuni o'lgan paytida nimaga menga aytishmadiki, keling, opa, mana yerga ko'ring bolangizni, shu sizni bolangizmi? Bu bolaga nima bo'lgan? Siz o'zingiz ko'ring buni deyishmadi menga. Lekin haqqim bor edi-ku buni borib ko'rishga. Uyini hech kim tekshirgani yo'q. Absolutno hamma narsani shunday yopib qo'yishdi. Bu bitta odam bu ko'chadagi bir hayvon yo kuchuk yo mushuk emas-ku, bitta odam ketyapti bu yerda. Qanday jahlim chiqmaydi ayting?